Birinchi savol ganalik birodarimiz Yusuf Shuaybdan. Islomni juft tanlash borasida qanday asosiy tavsiyalar mavjud? O'xshash savol Afg'onistonlik Najibadan. Men 16 yoshlik qizman. To'ydan oldingi sevgi qay holatda joiz bo'ladi? O'xshash savol Dubaylik Abdulloh Muhsindan. Agar savolim shaxsiy bo'lmasa, iltimos, o'zingiz qanday qilib umr yo'ldosh tanlaganingiz borasida aytib bersangiz. Birodarimiz bergan birinchi savol islomda juft yoki umr yo'ldosh tanlash borasida asosiy tavsiyalar haqida edi. Sahihul Buxoriy to'plamining 7-kitobida keltirilgan 5090-sonli hadisida va Sahihul Muslim to'plamining 4-kitobi 3635-sonli muttafaqun alayh sirasidan bo'lgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayol 4 narsasi uchun nikohlanadi. Moli uchun, nasabi uchun, jamoli uchun va dini uchun. Bas dindorini tanla dedilar. Ushbu hadisda ayol kishining 4 sifati bo'yicha tanlash aytilmoqda. Birinchi sifati mol dunyosi, ikkinchisi nasabi, uchinchisi chiroyi va to'rtinchisi dini. Eng yaxshi ko'rsatkich bu uning dindorligidir. Taqvodor umr yo'ldosh tanlang. Ushbu hadisda biz ayol kishining soliha bo'lishligiga e'tibor berishimiz kerakligi ta'kidlanmoqda. Odatda odamlar xotin qilishga oshiqadigan qolgan 3 jihat esa faqat hayoti dunyo bilan cheklanib qolgan. Masalan, mol-mulkni olib qarasak, shu orqali siz faqatgina bu dunyo ziynatlarini qo'lga kirita olasiz, ammo oxirat hayotingiz uchun foydasiz bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, boy insonning jannatga kirishi kambag'alning jannatga kirishidan qiyinroq bo'ladi. Boylik aslida harom emas, ammo mol-mulk tanlovning asosiy mezoni bo'lishi ham kerak emas. Ikkinchi jihat bu nasl-nasabdir. Ammo bu ham asosiy mezon bo'la olmaydi. U faqatgina bu dunyo tarozusida og'ir kelishi mumkin. Siz juftingizning oliy nasl-nasab egasi ekanligidan faxrlanishingiz mumkin, xolos. Uchinchi jihat ayol kishining jamolidir. U ham faqatgina bu dunyo bilan cheklanib qoladi. Chiroy bir necha kundan, haftadan yoki bir necha yildan so'ng joningizga tegishi ham mumkin. Eng yaxshisi va afzali bu dunyoda ham oxiratda ham foyda beradigan mezon bu dindorlikdir. Agar baho beradigan bo'lsam, albatta bu mening shaxsiy fikrim. Juft tanlashda yosh yigitlar 90 hattoki 95% e'tiborni qizning dindor bo'lishiga qaratishlari lozim. Chunki bu unga oxiratda ham, bu dunyoda ham yordam beradi. Agar biz ayolning mol-mulki uchun uylanadigan yigit haqida gapiradigan bo'lsak, qaysi o'zini hurmat qiladigan yigit ayolining mol-mulki evaziga yashaydi? Shuning uchun ham mol-mulkni yigitga unchalik ham ahamiyati yo'q. Hattoki yigit qizining molidan foydalansa ham faqatgina bu dunyodagina foydalana oladi. Oliy nasabga kelsak, u yordam berishi ham bermasligi ham mumkin. U katta ahamiyat kasb etmaydi. Chiroy ham nisbiy tushuncha. Albatta ayol kishi chiroyli bo'lishi kerak, ammo bu jihatga 3-4% e'tiborni qaratsa ham bo'laveradi. Eng asosiysi ayol ko'ngliga huzur baxsh etsa kifoya. Dindorlikka esa maksimum ahamiyat berish lozim. Yigit kishi qiz tanlashda 90-95% solihaligiga qaratishi muhim. Agar qiz turmush o'rtoq tanlayotgan bo'lsa, moddiy jihat ma'lum bir tarafdan o'z ahamiyatini kasb etishi mumkin. Ustiga ustak qiz bola ota-onasining uyida to'qchilikda yashagan bo'lsa, shuning uchun qiz bolaning tanlash imkoniyati haqida gapirsak, moddiy jihat ma'lum bir ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, 10% ga deylik. Yigitning nasl-nasabi va ko'rkamligi 1% ga to'g'ri keladi. Tanlayotgan insoningiz bilan bir umr yelkama-yelka hayot kechirishingiz kerakligini unutmang. Shuning uchun tashqi ko'rinishi ham sizni qoniqtirmog'i lozim. Chiroy bu bizning fikrimizda. Axir har bir qiz o'zicha go'zaldir. Hammasi bizning psixologik munosabatimizga bog'liq. Chiroy va ko'rkamlik foiz jihatdan unchalik ham katta rol o'ynamaydi. Erkak kishi ayol kishining dindorligiga 90-95% e'tiborni qaratishi lozim. Ayol kishi uchun esa erkak kishining dindorligi 80-85% muhim bo'lishi mumkin. Xullas, foiz ko'rsatkichlar faqatgina mening shaxsiy fikrimdir. Bu hadisdan emas, ammo hadisda aniq aytilganki, eng afzal ko'rsatkich bu dindorlikdir. Singlimiz tomonidan berilgan ikkinchi savolga kelsak.
Islomda to'ydan oldin sevishish mumkinmi? Agar sevgi deganda hozirgi zamon g'arb jamiyatidagi tushunchani nazarda tutayotgan bo'lsak, albatta bu harom. Shubhasiz shunday. G'arbda urf bo'lgan to'ydan oldingi sevgida yoshlar uchrashib yuradi, xiyobonlarda sayr qilishadi, kino uchun biletni oxirgi qatordan sotib olishadi, birga kechki ovqat qilishadi, oxir oqibat mehmonxonada birga tunashadi. Buning bari islomga ko'ra haromdir. Ha, bo'lajak kelin bilan mahramlari huzurida suhbatlashishingiz mumkin. Agar yigit qiz bilan tanishishni istasa, u bu ishni qizning aka-singillari yoki ota-onasi huzurida amalga oshirishi mumkin. Mahram ishtirokida siz yaqinroq tanishishingiz, savollar berishingiz, yarim 1 soat mobaynida gaplashib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ma'lum bir vaqt belgilab qo'yilmagan. O'zingizga mos umr yo'ldoshini tanlash uchun shu shaklda bir necha marotaba uchrashib ko'rishingiz mumkin. Biroq xilvatda uchrashib yurishga kelsak, shuni unutmangki, shayton doim siz bilan birga Nabiy sallallohu alayhi va sallam nomahram erkak va ayol xoli qolsa, ularning uchinchisi shayton bo'ladi deganlar. Demak, islomga ko'ra mahramlari ishtirokida uchrashishingiz mumkin, lekin g'arb tushunchasiga oid to'ydan oldingi sevgi haromdir. Ammo islomga ko'ra ham sevgi bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Masalan, qiz solih, taqvodor, namozlarini masjidda ado etuvchi, da'vatchi bo'lgan yigit haqida eshitib, unga umr yo'ldoshi bo'lishni iroda etdi. Islomga ko'ra qiz otasi yoki akasi orqali o'sha taqvodor yigitga taklif bildirishga haqlidir. Yoki qizning ota-onasi yigitning ota-onasi bilan bu haqida gaplashib olishlari mumkin. Bu yigitning taqvosi go'zal xulqi hurmatidan qilinadi. Islomga ko'ra shariat ahkomlaridan chekkaga chiqmagan holda, agar qizga yigitning taqvosi manzur kelsa yoki yigitga qizning dindorligi yoqsa, ta'bir joiz bo'lsa, to'ydan oldin unga muhabbat qo'ysa bo'ladi. Mana shu holatni agar shariat ahkomlariga rioya qilingan bo'lsa, islomiy muhabbat deb atasa bo'ladi. Lekin asosiysi, siz shariat ahkomlariga qat'iy rioya qilishingiz kerak. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.